Assalomu alaykum, ko'rinish ishtahochi pishloqlar cho'zilib chiqadigan. Shu bilan birga mazali zo'r retsept ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq tayyorlashni o'rganib olasiz. Tovuq filesini somoncha shaklida to'g'rab, ziravorlardan tuz, qizil paprika, qora murch va yog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Svetofor bulg'or qalampirlarimizdan olib, videoda ko'rsatilgandek somoncha shaklida to'g'raymiz va bir dona piyozni to'g'rab olib, tovaga yog' solamiz, yaxshilab qizdirib olib, tayyor marinovka bo'lgan tovuq fileni yog'ga solib, so'ng piyoz va svetofor bulg'or qalampir, tomat pastasi, tabga ko'ra tuz va ziravorlar solib aralashtirib dimlab qo'yamiz. Endigi navbat Belebevskiy Gouda Extra pishlog'idan foydalanamiz. Pishlog'imizni qirg'ichdan chiqarib olib, eng qiziq joyi lavashni yoyib qovurmamizni solamiz va qirg'ichdan chiqarilgan pishloqni solib, videoda ko'rsatilgandek rulon shaklida o'rab olib, idishimizni olib, tomat pastasini to'liq qoplaguncha surib chiqamiz. So'ng tayyor lavashimizni birin-ketinlik bilan idishlarimizga taxlab chiqamiz. Tomat pastasini lavashlarimiz ustiga to'liq surib, pishlog'imizni usti to'liq qoplanguncha solamiz va 200 daraja qizigan pechga solib, ustidagi pishloqlari eriguncha duxovkada ushlaymiz. Taom tayyor, albatta tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Videoni saqlab qo'yib, shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'rsanglar, mazali va pishloqlari cho'zilib chiqadigan aniq ishtahochar taom bo'ladi. Video yoqsa like bosib, yaqinlaringizga jo'natib, kommentariyada fikringlarni yozib qoldirsanglar xursand bo'laman.